Kimnidir oilasiga borib kelin bo'lib tushasiz. Erta boshqa ota, boshqa onalar bo'ladi. Unga ko'nikish, boshqa oilada yashab turib, boshqa bir oilaga ko'nikib yashash uchun bunda qanaqangi Xudo haligi ko'yniga nimani solgan bo'lish kerak qaraydi. Ko'nikish kerak. Uni ham haligi og'iri bor, yengili bor, hammasiga rozi bo'lib taqdirini topshiryapti. Taqdirini senga topshiryapti. Sen unga aytyapsan, qo'lidan ushlab, men seni baxtli qilaman. Доверяй мне, menga o'zingni topshir. Men seni baxtli qilaman deyapsan. Прям в слезах я вот представляю ее, да? Shuning uchun buni dardi bir boshqacha ekan. Shuning uchun kelinlarni bunday ko'rishmaslik. Tushunish kerak. Men lekin hozir qizim katta bo'lib borgansa, shu qizimni hech qo'yarga kelmaydi. Voy, men hozirdan yarim yosh qizim bor. Endi qizim bir kun chiqib ketadi. Boshqacha bo'lsa kerak. Lekin shu kuyovni urishkim keladi. Uyiga olib ketadi.